UzAuto Insights kanaliga obuna bo'ling, chunki bugun biz sizga 2026 Chevrolet motor homiy haqida to'liq sharh taqdim etamiz. Bu zamonaviy sayohat uchun mo'ljallangan, qulaylik, texnologiya va kuchni o'zida mujassam etgan haqiqiy uy hisoblanadi. Chevrolet kompaniyasi har doim oilalar, sayohatchilar va kundalik haydovchilar ehtiyojini qondiruvchi avtomobillar ishlab chiqqan bo'lsa, 2026 yilgi motor homiy bilan ular yangi bosqichga ko'tarildi. Bu oddiy avtomobil emas, bu yo'l bo'yida sizni uydek his qiladigan haqiqiy gildiraklardagi turar joydir. Tashqi dizayni bir qarashda kuchli ta'ssurot qoldiradi. Old tomonda keng xrom bezakli radiator panjarasi joylashgan, yonida esa LED matri farlar o'rnatilgan bo'lib, kechasi ham, kunduz ham a'lo darajada yoritishni ta'minlaydi. Aerodinamik shakldagi korpus havo qarshiligini kamaytiradi va barqarorlikni oshiradi. Yon tarafdagi katta panoramali oynalar salonni yorug'lik bilan to'ldiradi va yo'l manzarasidan zavqlanish imkonini beradi. Orqa qismida LED chiroqlar va amaliy zinapoya tizimi bor. Katta 20 dyuymli gildiraklar uzoq masofali yo'llar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Ichkariga kirganingizda sizni hashamatli kvartirani eslatuvchi keng interyer kutib oladi. Barcha o'rindiqlar charm qoplamali, bukiluvchi va aylanuvchi bo'lib, maksimal qulaylikni ta'minlaydi. Salonda to'liq jihozlangan oshxona mavjud. Induksion plita, muzlatkich, mikroto'lqinli pech va katta shkaflar. Ovqatlanish uchun bukiluvchi stol, dam olish uchun yumshoq divanlar va 55 dyuymli smart televizor o'rnatilgan. Orqa qismida yotoqxona mavjud bo'lib, unda qulay krovat, yumshoq yorug'lik va iqlim nazorati joylashgan. Shuningdek, to'liq hammom, dush, rakovina va ekologik hojatxona mavjud. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet motor homiy zamonaviy gibrid va 8 dvigateli bilan jihozlangan. 400 ot kuchi ishlab chiqaruvchi bu tizim elektr yordamchisi bilan birga yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. 10 pogonali avtomatik uzatma va to'liq tortuvchi tizim uzoq masofalardagi haydashni osonlashtiradi. Shu bilan birga tortish quvvati ham mavjud bo'lib, sayohatchilar qo'shimcha treyler yoki qayiqni ham olib yurishi mumkin. Haydovchi uchun zamonaviy texnologiyalar qo'llangan. 15 dyuymli raqamli asboblar paneli va 17 dyuymli sensor ekran mavjud bo'lib, navigatsiya, boshqaruv va o'yin-kulgi tizimlarini boshqarish imkonini beradi. Ovozni tanish, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. 360 darajali kamera tizimi katta mashinani boshqarishni yengillashtiradi. Adaptiv kruz nazorati, yo'ldan chiqib ketishni oldini olish, kor joy nazorati va avtomatik tormoz tizimlari xavfsizlikni ta'minlaydi. Avtopilot rejimi esa magistralda qo'llarni ruldan olib haydash imkonini beradi. Chevrolet bu modelda ekologiyani ham unutmagan. Tom qismiga o'rnatilgan quyosh panellari elektr energiyasini ta'minlaydi. Akkumulyator tizimi quyosh, dvigatel yoki tashqi manbadan quvvat oladi. Yengil va bardoshli materiallardan foydalanish orqali yoqilg'i sarfi kamaytirilgan. Ichki qismda esa qayta ishlangan materiallardan foydalanilgan. Yuk joylari juda keng, yuqori shkaflar, pastki boshliqlar va orqa bo'limdagi joylar katta oilaga yetarli. Konditsioner tizimi bir necha zonaga bo'lingan bo'lib, har bir yo'lovchi uchun qulay muhit yaratadi. Shovqin izolyatsiyasi esa ichkarida tinchlikni saqlaydi. Umuman olganda 2026 Chevrolet motor homiy sayohatni yangi darajaga olib chiqadi. Bu model qulaylik va hashamat, texnologiya va samaradorlikni uyg'unlashtirgan. Oila bilan uzoq safarlarga chiqish, yangi joylarni kashf qilish va uy qulayligini yo'lda his qilish uchun eng to'g'ri tanlov. Chevrolet kompaniyasi kelajak uchun haqiqiy innovatsion avtodam olish vositasini yaratdi. UzAuto Insights kanaliga obuna bo'ling, chunki biz sizga eng so'nggi avtomobil sharhlari, yangi modellar va avtomobil sanoati yangiliklarini yetkazishda davom etamiz.